Uzma do'stlik tog'ini bog'lash qiyin, ranjisa do'st ko'nglini chog'lash qiyin. Uzma do'stlik tog'ini bog'lash qiyin, ranjisa do'st ko'nglini chog'lash qiyin. So'zla do'stingman deya oqlash qiyin, do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin. Usta do'stlik tog'ini bog'lash qiyin. Chin qadrdonlar tug'ishganday zalol, yaxshi oshno dilga
عشقی do'stlik tog'ini bog'lashdi buzma do'stlik tog'ini bog'lashdi do'sti yorlik maktabim o'z darsi bor do'stga sodiqlikni mo'min fayzi bor yaxshi do'stingni quvonchi fayzi bor do'st bo'lish oson uni saqlash qiyin uzma do'stlik tog'ini bog'lash qiyin uzma do'stlik tog'ini bog'lash qiyin joningizga jon bo'lay jonimga darmonim dadam kamtarin piru badavlat shavkatu shonim ota joningizga jon bo'lay jonimga darmonim dadam kamtarin piru badavlat shavkatu shonim ota siz hayotimni ko'rki yori usta bog'bonim otam siz bilan yo'q zarracha ko'nglimda armonim otam siz bilan yo'q zarracha ko'nglimda armonim otam
rahman aqlu raso farzand otaning jonidir kamtarin hiru badavlat shavkatu shonim otam siz bilan yo'q zarracha ko'nglimda amronim otam kamtarin hiru badavlat shavkatu shonim otam yo'qlatmagay har kunim yilcha bo'lurmi hay hay yo'qlatmagay har kunim yilcha bo'lurmi hay hay shunchalik shavqat bilan emas yilcha bo'lurmi hay hay Да. خداجان باز کنید خداجان از چشمای بدکس نگاه دارد خداجان از چشمای بدکس نگاه دارد خداجان
خدا جان با سکونت خدا جان از چشمای بدکس نگاه دارد خدا جان از چشمای بدکس نگاه دارد خدا جان خدا جان خدا جان با سکونت خدا جان از چشمای بدکس نگاه دارد خدا جان از چشمای بدکس نگاه دارد خدا جان
Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Xush kelibsizlar mana Sherzodjonimning xonadonida, ramziy xonadonida. Mana bugun 2 yoshda talbon marosimiga o'tiribmiz. Shahzod va Visoloyida. Shu munosabat bilan jamiki o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, Sherali akamni, hamxonalarni Xudo rahmat qilsin. Qolganlarga uzoq umr, tinchlik, salomatlik. Mana shu 2 yosh kelajakka mahallamizga nafi tegadigan insonlar bo'lsin. Xalqqa xizmat ko'rsatadigan insonlar bo'lsin. Men u Shahzodni bilaman, qo'li gul usto. Ilohim bundan keyin ham ishlariga omad, hamma vaqt yo'llari ravon bo'lsin. Nima deyman, hammalaringiz xonadonlaringizda mana shunaqa yaxshi kun, to'y tomosha bo'lsin. Xafachilik bo'lmasin, dunyomiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. Sherzodni xonadonida hammalaringiz xush kelibsizlar. Talvon kechamizda ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat. Talvonni o'tkazish uchun men ustozimiz Ma'suma onamga beraman. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Assalomu alaykum aziz yor do'stlar. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan hurmatli mehmonjonlar. Assalomu alaykum bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan dunyoni tebratib, bolam deb baxti taxtini shu farzandlarning kamolida ko'rgan aziz otaxon, onaxonlar, yori dugonalar. Assalomu alaykum. Dunyoning tashvishini yelkasiga ko'tarib, butun borlig'ini, hayotini, mehnatini farzandi uchun baxshida aylab, yurtimizni, xalqimizni to'qligi, tinchligi uchun yelib yugurib xizmat qilayotgan otaxonlar, aka-ukalar, yori jo'ralar, xush ko'rdik to'yxonada, murodxonada. Bugun uyi to'lib, ko'ngli to'lib, xonadoni baxt barakaga to'lgan qudajonlar, to'ylaringiz muborak bo'lsin. To'ylarga ulansin deb bejiz aytilmaydi. Hamisha ana shunday chiroyli kunlarda yori do'stlar shirin dasturxonlar atrofida mehr ko'zlari bilan bir-birlarini siylar ekanlar. Shu kunlarni Alloh faromush aylamasin. Hamisha bandasini topgani to'ylarga buyursin. To'ylardan ortgani esa navaralarni, chevaralarni ardog'ida ota-onalarini muborak Allohning dargohiga ziyoratlarga nasib etsin. Hojiya, hoji dada bo'lib, nevaralarni duolar qilmoq, yurtimizni duo qilmoq nasib ro'zlar bo'lsin. Boshlarini 5 mahal sajdaga qo'yib, bolalarimizni, yurtimizni, vatanimizni duo qilganlarga Alloh mukammal va ulug' ilm va urfonni, ilohiy qudratlarni ato etsin. Biz esa mana shunday chiroyli milliy qadriyatlarimiz bo'lgan, urf odatimiz bo'lgan, shunday chiroyli to'yxona, murodxonada kelin salomlarni, domod salomlarini olib quvonib yurish nasib ro'zlar o'ylasin. Yana bir bor sizlarni bugungi ulug' ayyom bilan, katta karantindan keyin boshlangan xursandchilik kunlaringiz bilan tabriklayman. Kelin kuyovlarga esa sabri jamil, shukrli, tinchlik, xotirjamlikda iymon e'tiqodlarini mustahkam aylab, zabonlarini chiroyli aylab, imkonlarni esa mustahkam aylab, hayotda shirin o'rinlarni topishlarini so'rab qolaman. Alloh farzand bilan siylasin. Dada bo'lib, ona bo'lib, ota-onalarini qadrlarini ko'rsinlar deb aytaman. Aziz do'stlar, agar shu davrada onajonimiz Sakina ona bo'lganlarda edi, Beshxolamlon bo'lganlarda edi, shu bolalarimizga marsiyalar, qo'shiqlar kuylagan bo'lardilar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Alloh bandasini yomon kundan asrasin. Inson dunyoga kelarkan ketmoq uchun sabr bilan, vaqti soati bilan chiroyli davrondan keyin Alloh dargohiga qadam qo'ysin. Chala davronlarimizni, ruhlarni shod va yod aylab 5 daqiqagina sizlarni qo'lingizni duoga ochib,
monitorga nazarlaringizni solishlaringizni so'rab qolaman. Marhamat. Dada, Qaysar qizingiz sizni judayam sog'indi, bilasizmi? Sizni juda sog'indim, dada. Yuragimda og'riqli titroq. Mehringizni sog'indim shundoq. Olisdasiz, mendan-da yiroq. Sizni juda sog'indim, dada. Iforingiz mehridan tortib, bag'ringizda erkalab yotib, qani imkon bo'lsa edi borib, quchoqlardim, sog'indim, dada. Alam dardi bu ko'nglim kezib, sog'inchingiz yuragim ezib. O'zimdan ham goh o'zim bezib, sizni juda sog'indim, dada. O'ngdan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim, uchdi ketdi boshimdagi humo qushim. Qolaverdim toshga urib yetim boshim, ketayotir otam fano karvonida. Didor qoldi endi mahshar maydonida. Dadajon kim so'kadi xato qilsam? Dadajon kim turadi to'ylar qilsam? Bilagini duoga ochganlarni Alloh tilagiga yetkazsin. O'tganlarimiz joylari jannati ma'volarda bo'lsin. Ruhlari bizni qo'llab tursin. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ular bizdan rozi bo'lsinlar. Mana shu kunlarga bo'lganda edi, otasining duosini olib bolam uni bo'sardi. Lekin boshida parvonasi, amakisi, akalari, jigarlari bor ekan, Allohim ularni hech qachon kam qilmaydi. Mana udumimizga binoan mana kuyov o'g'limiz chiroyli qilib yashmog'ini mahkam ushlab turibdi. Qaynonasidan, tog'ajonlardan, amposhsholardan, onajonlardan bir chiroyli duolar olish maqsadida turibdi. Go'zal kelinimiz esa oqqushdek go'zal bo'lib, hammani ko'zini quvontirib, o'zbekona libosimizda yaraqlab turgan ekan, yal-yal yonib turgan libosi o'ziga yarashib turibdi. Ijozatlaringiz bilan kelin kuyovni o'tirish uchun men davraga hurmat va ehtirom bilan katta onajonlarini bo'lsalar, bobojonlarini davraga taklif qilaman. Xo'jayya, siz bilan boshlaymiz. Men hurmat va ehtirom bilan Dilbarxon dugona jonimni yonimdan kelishlarini iltimos qilaman. Ularni yonlariga esa Zulayho begim, sizni ham agar mumkin bo'lsa, bolalarimizni bir chiroyli duo qilishga davraga taklif qilaman. Yaxshi niyat bilan yozilgan Murod dasturxoni atrofida hammalaringizni duolaysiz, inshaalloh ijobat bo'ladi. Muharram beshapam bo'lsalar iltimos qilaman, kelsinlar. Zulayho begim chaqirdim. Besh xola keling, shu bolalarimizni atak chechagidan shu kungacha bo'lgan duolaringiz inshaalloh ijobat bo'ladi. Mana shu davrada o'tirgan aksariyat farzandlarimizga ta'lim, tarbiya bergan katta qaynona mana Barnoxon dugona jonimni davraga kelishlarini iltimos qilaman. Bir yaxshi duolaringiz ijobat bo'lsin. Kelasi yil mana shu davr bazmgoh yana ham kengayib, hurmat va ehtirom bilan kelin salomning beshik allalarida duolari ijobat bo'lsin deyman. Agar mumkin bo'lsa Dilbarxonimni qo'shqanoti, so'roqchisi, yaxshi niyat bilan shu davrada doim xizmatda turgan Mohira xonim bo'lsalar, xola podsholarni ham kelishlarini iltimos qilaman. Onajonlar, chiroyli davr qiling. Bizni makonimizni qurib, poydevorini qurib, bizga shunday jamiyatni yaratib bergan Javod bobo salolasining karvonboshisi Barnoxon ayajonni ham kelishlarini iltimos qilaman. Men bularni chaqirishimning sababi onalar duosi ijobat. Farzandlarimiz esa hamisha duolar bilan ko'karib, unib o'sib yashashini so'rab qolgan bo'lardim. Marhamat, qadrdonlar, kelinglar. Besh xola keldingizmi? Besh xola qanday? Yo'qlami? Muharram beshapam yo'qlami? Endi Xo'joya sizdan boshlaymiz. Avval bir oftobi anbaringizdan boshlaysiz. Keyin gullarning sarvaridan boshlaysiz. Hech bo'lmasa yigitni mo'ylovini bir siylab qo'yasiz. Assalomu alaykum
hurmatli mehmonjonlar, mana shuga xizmat qilayotgan mezbonlar. Mana shu bugun bizani eng quvonchli kunimiz akajonimni ramziy xonadonlariga mana shu kelin talbon ekan. Akajonimga nevara kelin bo'ladi bu. Xudo iloyim shu bachaginalarimizni ko'kartirsin. Iloyim qo'shcha qarisin. Xudo asrasin iloyim. Hamma vaqt yo'lginasi oq bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin iloyim. Kelinjonim o'sha hovliga tushib, tup qo'yib palak yoysin iloyim. Shahzodjonim mana shularga parvona bo'lib yurish nasib qilsin. Bachaginalarimizni Xudo asrasin. Ota-onaginalarni Xudo iloyim ko'kartirsin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin, qo'shcha qarisinlar iloyim. Mehribon egam, akajonim, yangamloginamni, jamiki o'tgan arvolarimizni, avazjonimni Xudo rahmat qilsin. Yotgan joyginasi jannatlardan bo'lsin. Avzu Kavsar suvlaridan bahramand bonasi bo'lsin. Kelinjon, oftobu ambarim xush keldingiz. Mulkimizni sarvari xush keldingiz. Oyi kun mushtoq edi husningiz uchun, jon balamni jononasi xush keldingiz. Kelinjonim, jonim qizim xush keldingiz. Kelinjon, men ham bir bo'niz qaynonaman. Mudom hajrizga yonaman. Hurmat qilsangiz chinonam quvonaman. Jon balamni jononasi xush keldingiz. Kelinjonim, jonim qizim xush keldingiz. Kelinjon, men sizga chin ona bo'lay. Jaji o'g'il qizingizga ona bo'lay. Yo'lingizga hamisha parvona bo'lay. Jon balamni jononasi xush keldingiz. Kelinjonim, jonim qizim xush keldingiz. Har sahar bizdan salomiz ayamang. Bir piyola choyni bizdan ayamang. Izzat va ikromni bizdan ayamang. Jon balamni jononasi xush keldingiz. Shahzodjonim, parvonasi xush keldingiz. Shahzodjonim, iloyim, ana shu olingdagi yoring bilan qo'shcha qarigin iloyim. Akaginamning arvolari yor bo'lsin senga. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Mana shunday o'tirishimiz, to'ylarimiz, eski udumlarimiz hech qachon kamaymasin. Ko'paysin, tinchlikni bersin Xudo iloyim. Xush kelibsizlar hammaginalar. Nuriddin Tojisar deyman. Sog' bo'ling siz ham. Assalomu alaykum azizlarim, qarindoshlarim. Jiyanlar, og'alar, hammaginalaringiz xush kelibsizlar. Baribir o'tganlarimizni eslamasdan ilojimiz yo'q. Hammaginalarni otsam gapirishga ham madorim bo'lmaydi keyin. Hammaginasini joyginasi jannati biyishga bo'lsin. Dadaginamni, ayaginamni, bizdan avloddan o'tgan begi zodalarni hammaginalarini Xudo rahmatiga olgan bo'lsin, joylarini sho'ysay jannatdan qilsin. Bega xizmat qilib yurganlarni, to'yda egalarini, mana bu chiroyli buket bo'lib o'tirgan kelin kuyovni hammaginalaringizni Alloh panohiga asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsa, biz ham tinch bo'lamiz. Hammaginalaringiz xush kelibsizlar. Jiyanimni to'yginasiga. Mana Rajab ukamni kompaniyasi ham xush kelibsizlar. Hammaginalaringizni ovozlaringizga, harakatlaringizga Alloh baraka bersin. Hammaginalaringiz xush kelibsizlar jonim meni. Hammaginalaringiz xush kelibsizlar. Yana bir marta Mahbubaginam, Oybekkinam to'y qilib charchamasin. Bularni boshiga mana hojim ham bosh bo'lib yursinlar. Dilbaroy ham sog' salomat bo'lsinlar. Hammaginalaringiz sog' bo'linglar. So'z berganingiz uchun dugona jonim rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli va aziz qarindoshlar, Xudo andalar. Mana bugungi challar kechasiga o'tirimiz. Shu fursatdan foydalanib mana shu 2 yoshga uzoqdan uzoq umr tilayman. Sihat salomatlik tilayman. Iloyim borgan joyga o'nsin, o'ssin, purbardor bo'lsin, xizmatkor bo'lsin. Ser davlatu, ser farzand bo'lsin. Allohdan so'rayman. Iloyim buni dadaginasini ruhi arvohi qo'llasin, quvvatlasin. Iloyim baxt bularni baxtiga, hammamizni baxtimizga dugonamlom, habba dugonamlom sog'ayib ketsinlar. Ko'pni duosi ko'l bo'lsin. Alloh shifo bersin. Alloh shifo berib, iloyim dugonamlom sog' salomat sog'ayib ketsinlar.
mana dunyoga qancha yaxshi niyatlar bor, yaxshi kunlar bor. Mana shu kelin kuyovga tilayman. Mana hozir yuqoriga yaxshi gaplar bo'ldi, shularga qo'shilgan holda men bitta kelin salom aytaman. Sizlar hazoraliksizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Avval banomi Hazrati Hajda hazori olam salom megoyim. Duyum ba izzati Nuhi Nabiullah salom megoyim. Seyum ba izzati Khadija Kubaro salom megoyim. Chorum ba izzati Qudohoyi basavlat salom megoyim. Jon qizim, jonim qizim, bu uyga siz xush keldingiz. Dadasini erkasi, jonim qizim xush keldingiz. Qaynotangiz chaqirsalar labbayka deb sakrab turing. Qaynonangiz chaqirsalar odob bilan kulib turing. Yaxshini farzandisiz, sizdan yomon so'z chiqmasin. Ba odob bilan yuring, sizdan kangullar qolmasin. Jon qizim, jonim qizim, bu uyga siz xush keldingiz. Ayasini erkasi, jonim qizim xush keldingiz. 7 o'g'il 7 qiz bersin Xudovandi Karim. Lablari gulg'unchayu shirin zabon xush keldingiz. Jon qizim, jonim qizim, bu uyga siz xush keldingiz. Yana bitta aytaman bo'ldi, ana oxirgisi shu bilan. Deb yurgan qalpoqlarini burgan. Salom salom kelin salom, qaynotajonga salom. Oxir mollar boshida, joy namozi qo'lida. Salom salom kelin salom, ona xonlarga salom. O'g'il tug'dim deb kerilgan, sandiqlarni to'ldirgan. O'g'il tug'dim deb kerilgan, sandiqlarni to'ldirgan. Salom salom kelin salom, qaynonajonga salom. Atlas ko'ylak yarashgan, mehmonlarga qarashgan. Atlas ko'ylak yarashgan, mehmonlarga qarashgan. Salom salom kelin salom, amma jonlarga salom. Oshga sogan ilikdek, qoshi ko'zi pillikdek. Oshga sogan ilikdek, qoshi ko'zi pillikdek. Salom salom kelin salom, xola jonlarga salom. Devol o'sha qaragan, to'y qachon deb so'ragan. Salom salom kelin salom, qo'shni jonlarga salom. Salom salom yana salom, mana shiga kelgan barcha mehmonjonlarga kelinchagimiz qayrilib salom. Rahmat, xushaqarib baxtli bugun hammalari xush kelibsizlar. Nuridiyda Tojisar. Boringizga shukr, artistga javob bersak ham bo'lar ekan o'zi. Bora bo'lsin, nevara kelinlar. Assalomu alaykum mehmonjonlar, xudojonlar, yoru do'stlar. Hammalaring avvalom boshiga qizimni Ramziy xonadoniga xush kelibsizlar. Nevarajonim, nevaraginalarim baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Nevara, evara, chevaralar ko'rib, katta bobo, katta momo bo'lsin. Bularning boshiga Fotimaginam,
Shahzod kuyov hammalari qo'shqa qarib sog' salomatgina yursinlar. Yana nima deyman, shu dunyoga qancha sog'lik, tinchlik, baxt, saodat, xushchaqchaqlik bor, hammasini sizlarga tilayman. Shu o'tganlarga ham tilayman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Shunchalar chiroylisizlar, shunchalar yaxshilar. Xush kelibsizlar hammalaring, xush kelibsizlar. Xayriyati o'zini xunukligini tan olgan xotinam bor ekan. Qulluq bo'lsin sizga ham. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, qudajonlar va opa-singillar. Hammalaringiz Fatma qizimning ramziy xonadoniga xush kelibsizlar. Menga so'z berilishdan foydalanib, men Shahnoza bilan Fatmaga, ya'ni qudolarga, ikki tomon qudolariga qudochiliklari ming yilchilik bo'lsin. Hech qachon yomon kunlari bo'lmasin. Har doim shodlik, xursandchilik bilan umr guzaronlik qilsinlar. To'rda o'tirgan mana bu ikkala yoshga baxtdan taxt tilayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Hammalaringiz yana bir bor xush kelibsizlar. Mana qolgan gaplarni hammasini bular aytdi, shularning gapiga yana qo'shilaman. Bir bor yana xush kelibsizlar. Rahmat so'z berganingiz uchun. Kelinmi, domodmi kundaligini olib kelsinmi? Bahosi nechi bo'ldi? Rahmat, sog' bo'linglar. Duolaringiz ijobat bo'lsin. Lekin shuncha tabrikdan keyin ham kuyov yoshmog'ini ochgani yo'q. Endi nima qilamiz? Ataganlari bo'lsa, marhamat qilib otaxon, hoji dada, shu bolamizni bir yoshmog'ini ochib yuboring. Bir nima umidvorlik borda, shunday guldek qizimizni bersak ham atagani bordir deb turib olgan. Kelinglar bir ataganlaringizni beringlar. Yaxshi niyat bilan bugun mana yozilgan Murod dasturxonida ota-onani topsa moli, topmasa joni girgirton. Ammo Shahzodjon mahkam ushlayapti, hoji dadam bir narsa atasizlar deb. Ilohim topganimiz shulardiki. Shulardan ziyodisi yaxshi kunlar bo'lsin ilohim. Xush kunlar bo'lsin. Ikkalariga mana farzandlarimiz bizga o'xshagan mana shunday bir inson bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunga sizlar bilan mana shunday diydor ko'rish bir umr bizga nasib etaversin. Salomat bo'linglar ham. Hoji dada yoshmoqdan ochmadi kuyov o'g'il. Shunday go'zal qizni berdikmi? Berdik-a? Hali hovlini o'rtasida yurgan takani beramizmi? Beramiz-a? Gilamni orqasida turgan bereminni xuruzni ham beramizmi? Beramiz. Oching yoshmoqingiz o'g'lim. Baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Topsa moli, topmasa joni sizniki. Hoji dadani katta kamazlarni, to'rtta baloni uyda orqasida turibdi. O'sha ham sizniki. Oling buyursin. Baxtli bo'ling, o'tiringlar, qo'sha qaringlar. Shunday davronga hamroh bo'linglar, lekin shu yigitning xizmatini qilsalaringiz kam bo'lmaysizlar. O'tiringlar, baxtli bo'linglar. Navbatni esa Rajab akam boshchiligidagi xushovoz bulbul go'yolarga opajonimiz Nodira xonim esa ham raqsida, ham dirijorligida, ham ijrosida o'zlari. Hammangizga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Davraga onaxonlarimizni ajoyib raqslarga chorlaymiz. Marhabo. Xush kelibsizlar azizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat.
çekecek, yüzleri gülgayacak. Milyon kızlar içinden, milyon kızlar içinden bir yüzüne yetmeyecek, bir yüzüne yetmeyecek. Kaymakın bildi mi seni, ettin bakın bildi mi seni? Kaymakın bildi mi seni, ettin bakın bildi mi seni? Yanına değil seni, yanına değil seni. Bu çok inadını bana, bu çok inadını bana. Siz ona canım, bir gün toyumda oynayın. Oynayın siz ona canım, bir gün toyumda oynayın. Şişeler gittiniz, şükürler de yettiniz. Hatta birlazda bir an oynayın ona canım. Parvanasız başımda, Malatya'da yaşımda, parvanasız başımda, gülümüzde yaşımda, oynay oynay anacığım, gülümüzde yaşımda, oynay oynay anacığım, oynay siz ana canım, bir gün toyunda oynay, oynay siz ana canım, bir gün toyunda oynay, şişeler gittiniz, şükürler de yettiniz, hatta birlazda bir an oynayın ana canım. Siz ona canım, bir gün toyumda oynayın. Oynayın siz ona canım, bir gün toyumda oynayın. Şişeler gittiniz, şükürler de yettiniz. Hatta birlazda bir an oynayın ana canım. Uğraşırken yaşımda, parvanasız başımda. Uğraşırken yaşımda, parvanasız başımda. Hamkonasız koşumda, parvanasız başımda. Yeter tezene ana canım, oynayıp kalayım ana canım. Oynayın siz ana canım, bir gün toyunda oynayın. Oynayın siz ana canım, bir gün toyunda oynayın. Şişeler gittiniz, şükürler de yettiniz. Hatta birlazda bir an, hatta birlazda bir an oynayın ana canım. Rahmat onajonlar, sizlarni baxtu barakalaringizni ham, umri davronlaringizni ham shu farzandlarimizga nasib ro'z aylagan bo'lsin. Hamisha ezgu niyatlar ijobat oqshomida, dasturxon atrofida, qolaversa beshik atrofida shu duolaringiz bardavom bo'lsin deyman. O'tiringlar kelin kuyov, baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar, ser farzand, ser davlat bo'linglar. Men hurmat va ehtirom bilan erkak qizimni atak chechak qadamdan shunday kunga yetguncha xizmatida bo'lgan, parvonasi bo'lgan, duogo'yi bo'lgan ammajonisi, aziz va hurmatli professorimizni men chin yurakdan muborakbod aylayman. Ulug' unvonlari bilan ajoyib kitoblari chiqibdi. Xudoyim xalqi xizmatida qilib, yosh bo'lsa-da ham professor degan unvonga muyassar bo'ldilar. Biz juda ham xursandmiz. Sochak poyonning eng yagona birinchi buyuk olimasini davraga taklif qilaman. Mahbuba xonim. Oybekjon, agar mumkin bo'lsa, shu xonadonni duogo'yi, sardori, karvon boshchisi, hamisha shularni yaxshi yomon kunida, jonida, atrofida holdon bo'lgan insonsiz. Mana shu kunda hamisha Mahbush jonimni ilmiy ishida, qolaversa bolalarni qarashda, tandir o'choq deysizmi, kir yuvish deysizmi, hammasida birinchi turgan Mahbush jonimni professor qilgan yorini Alijonimni davraga taklif qilmoqchiman. Kelinglar azizlar, kela qo'ylar, ikki og'iz yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Duolaringiz ijobat bo'lsin. Aziz boshlaringiz omon bo'lsin.
Shu chiroyli kunlaringizda biz esa sizlarni hamisha xizmatlaringizda bo'laylik. Aljon, diplomingizni olmaymiz, dissertatsiyangizni tegishmaymiz. Faqat shunday savlatingiz tursin, nikohingizni yangilab qo'yay, keling aylanay. Duolar ijobat bugun bu oqshomda. Keling, uyalmang. Marhamat. Qadrdonim, keling, ikki og'iz yaxshi niyatlaringizni eshitaylik. Avvalambor rahmat so'z berganingiz uchun. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sherzod do'stimiz, jo'ramizni ramziy xonadoni deymiz. Shu bilan birgalikda akajonimni farzandini Talbon kechasiga xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Shahardan kelganlar bor, qishlog'imizda qavmi qarindoshlar. Hammani kun o'yiga shunaqa kunlar nasib qilsin. Bundan ham katta to'ylarga birgalikda ko'payishib, yurtga bo'lganlar, reysga bo'lganlar, ishga bo'lganlar hammasi yig'ilish, bundan keyin katta to'yxonalarga shu yoshlarimizni kelajakda farzandlarining to'yiga, katta to'yxonalarga nishonlash, mana shunday o'tirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar. Avvalo Visolajonimni tavallud kuni muborak bo'lsin. Bunaqa kunlarni juda ham ko'pini ko'rsin. Shahzodjonim bilan uzoq umr ko'rsin, baxtli, saodatli bo'lsin. Hech kamida qaynonasiday, qaynotasiday xushchaqchaq, sevimli, bir-biriga mehribon bo'lib voyaga yetsin. Yana ham ko'proq hayot kechirsin. Akajonimni Xudo rahmat qilsin. Ikkala akamni ham Xudo rahmat qilsin. 4 ta edik, ikkitagina qoldik. Yonimda turgan akajonim, mehribonim sog' bo'lsinlar, hamma vaqt shunday yonimda tursinlar, uzoq umr ko'rsinlar iloyim. Hamma vaqt boshimizga tirgak bo'lib tursinlar, arqatoq bo'lib tursinlar. Hamma xush kelibsizlar hammalaringiz. Yangamlajon uzoq umr ko'ring. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Axira yangamlom, Gulmira yangamlom hamma vaqt oldimizda bo'lsinlar. Jiyanlarimga men o'zimizga ham uzoq umr tilayman. Jiyanlarim biza ko'rgan kunlarni ko'rmasin, yoniga bo'laylik hamma vaqt. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ayajonimga Xudo shifo bersin, faqat yonimizda tursinlar. Shu holatlarda bo'lsa ham bizani bag'rimiz to'lib turibdi. Hamma vaqt oldimizda bo'lsinlar. Hamma uzoq umr ko'rsin, xolam ham uzoq umr ko'rsinlar, yonimda bo'lsinlar. Hamma yaqinlarim uzoq yillar davomiga faqat shuni niyat qilaman. Hamma yaqinlarim sog' bo'lsin, yonimda bo'lsin. Baxtli bo'lanma jonim, uzoq umr ko'r. Men qarang, xolangizni maqtaysiz, qaynonangizni maqtamaysiz? Ha? Dushmanda, ha? Onasi maqtagan qizdan qoch, yangasi maqtagan qizni ol deyshadi. Chiroyli duolaringizni olaylik. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Visolajonim eng baxtli oilalardan biri bo'lsin. Hamma havas qiladigan oilalar bo'lsinlar iloyim. Faqat yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizning dargohimizga. Visola bilan Shahzod qo'shsha qarisin. Bugun tug'ilgan kuni Visolani baxtli bo'lsin. Iloyim umri uzoq bo'lsin. Faqat bizankiga kelganga kulib, xursand bo'lib kelsa bo'ldi. Rahmat. Rahmat go'zallar. Duolaringiz ijobat bo'lsin azizlar. Hamma vaqt shularning yaxshi kuniga bosh bo'linglar. Boshlaringiz to'ylardan chiqmasin. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ular sizlardan rozi bo'lsinlar. Davra esa sizlarni gulgun yashnatib, bir chiroyli tabassum va raqslaringiz bilan mavjursin. To'ylaringiz muborak bo'lsin azizlar. Marhaba. Ey güzel hanımdır, ey benim canımdır, ben önünü hastası, öne der benim bana.
salmışım, ilçesi almışım, harina salmışım, özümü söydürüp kamana salmışım, özümü söydürüp kamana salmışım. Geldi arzusu severem doğrusu, geldi mi arzusu severem doğrusu. Ben onun erzisi ne kadar benimdir, ben onun erzisi ne kadar benimdir. Yaşay yaşay kanımdır, benim canımdır, ben onun hastası.
teşnoydurum ey yaran yaran. Rahmat azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshlangiz to'ydan chiqmasin. Aziz xotin qizlar, hurmatli opa singillar, bola aziz, odobi undan aziz. Biz bazmgohda emas, hovlida emas. Iltimos, bu to'yimiz ozgina pala-partish bo'lishiga sabab bolalarimiz bo'lyapti. Dunyoni tuzgan ham bola, buzgan ham bola deyishadi. Iltimos, olib kelibsizlar, yaxshi qilibsizlar. Lekin bolani oldingizga olib o'tirsalaringiz yana ham chiroyli bo'ladi deb umid qilaman. Iltimos, dillaringiz og'rimasin. Davraga chiqqanda, onalari chiqqanda bolalarini chiqishi shart emas menimcha. Olib o'tiringlar Allohingiz bolalarga. Aziz mehmonlar, hurmatli uzoq yaqindan kelgan yori do'st, qavmi qarindoshlar, men hurmat va ehtirom bilan bugun ana shu to'yning asoschilari bo'lgan. Qolaversa barchamizga ta'lim, tarbiya sohasida mashaqqatli mehnati singan aziz insonlarni yo'qlayman. Men avvalo davraga shu avlodni ammajonisi bo'lgan muhtarama Umida xonimni Nurullayevani davraga taklif qilmoqchiman. Ularning yonlariga esa shu kelin bo'lmish erkak qizimni xolajonlarini-yu tog'ajonlarini ham yonimdan kelishlarini iltimos qilaman. Fatima xonimni ko'kaldoshi Zuhra xonim, ularning yonlariga Dilijonim va Latifjonimni ham kelishini iltimos qilaman kelin bekam bilan. Ana shu chiroyli davrani asoschilari bo'lardilar. Lutfiya ayajonimiz barchamizni farzandlarimizni bag'rlarida erkalab, bog'chalarda xizmatlari singan. Qolaversa, Nodira mukofoti sovrindori ustozimiz Zulfiya Yaqubovnani ekanman, oxiratlari obod, joylari jannatda bo'lsin. Ular qatorida mana shu davrani gumburlatib, chiroyli duo qiladigan Hoji Akbar otajonimiz, Piri badavlat ustozimiz, Xalqlar do'stligi Shuhrat ordeni sovrindori Mamad Aliyevich Hoji Akbar otajonimizni joylari jannatda bo'lsin. Ulardan qolganlar bugun davramizga kelsa, ruhlari shod, biz esa ularni yod aylagan bo'lamiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, ustozlar ruhi qo'llab tursin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugun mana jiyanim Fatmani xonadoniga. Fatmajon, avvalambor senga o'g'il muborak bo'lsin. Qizing qo'shcha qarisin, baxtli bo'lsin, avvalambor sog' salomat bo'lsin. Dadaginayni Jamshid akamni iloyim Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Xolamni, pochchomni, hammalar ruhlari shod bo'lsin iloyim. Sen ham xonadonga faqat yaxshi kunlar bo'lsin iloyim. Xolajonlar nima demaysizlarmi? Malchumi? Nima malchi? Bir og'iz sen meni malchi qilma. Sen malchima, sen gapir ikki og'iz. Mayli. Tabriklaysiz, ijobat bo'lsin. Men kelin poshshoni ham yonlaringizga taklif qilaman. Chiroyli to'yona raqslaringiz esa shu bolalarimizni umr daftarida bir zarhar harflar bilan bildirilsin. Davrani esa sizlarga taqdim qilaman. Marhabo. Azizime boyuna, oynamadı koyuna. Gelin gel ölen üstte,
maşallah iri iri gözleri senden belen gele iri gözleri. Ay maşallah iri iri gözleri senden belen güzü güzü gözleri. Böyle. Sağ ol. Gelin sana gül sana taktı gülünü yer sana parmakları üzüldür taktı üzü yer sana. Gelin sana gül sana taktı gülünü yer sana parmakları üzüldür yandı gülünü yer sana. Eline dur kaynana canını sen doroyla eline dur kaynana doronu sen doroyla eline dur kaynana doronu sen doroyla eline dur kaynana doronu sen doroyla. Şara 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 gülür yer sana yüreğin verdim sana çamakların üzüldür yandı gülür yer sana. Yer sana gül sana taktı gülür yer sana parmakların üzüldür yandı gülür yer sana. Alina dur kaynana dorona sa doroyla Alina dur kaynana dorona sa doroyla Alina dur kaynana dorona sa doroyla Alina dur kaynana canını sen doroyla. Alina dur kaynana dorona sa doroyla Alina dur kaynana yarını sa doroyla Alina dur kaynana dorona sa doroyla Alina dur kaynana dorona sa doroyla. Kelkemay raptan suyu bohboni kelkemay raptan suyu bohboni yurtamaşı bohboni gül lokma dore yurtamaşı bohboni gül lokma dore duhtara 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 şimdi şabi mihmanı manaz ateşi feriyadı her canım dili beri canım hamunaz dili beri canım şirin sabonam haminaz şirin sabonam dili beri canım hamunaz dili beri canım şirin sabonam hamunaz şirin sabonam. Dili beri canım hamunaz dili beri canım şirin sabonam hamunaz şirin sabonam dili beri canım hamunaz dili beri canım şirin sabonam hamunaz şirin sabonam. rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrdonlar. Hayotlaringiz shu kungidek farahbaxsh bo'lsin doimo. Men hurmat va ehtirom bilan bugun mana shunday chiroyli to'ylarga yetgan aziz Habiba xonimni sabrli, shukurli, qanoatli va ajoyib insonni qush qanotlari, suyangan tog'lari, ishongan bog'lari, Javod bobo sulolasini davraga taklif qilar ekanman. Hurmat va ehtirom bilan shularni sardori hamma vaqt hammasini qo'llab-quvvatlab qolaversa mahallani yigitlarini qo'llab tadbirkorlikda tengi yo'q ajoyib inson Jamoljon ukamni davraga taklif qilmoqchiman. Jamoljon avlodimiz nomidan, qarindoshlar nomidan, joni jigarlar nomidan bir yaxshi duolar qilsangiz, Allohim opajoningizga shifoyi odil ato etsin. Ofiyat libosin kiyib beshikni yonida sar parvona bo'lib tursin deb niyat qilgan qolardim. Jabbor bobo yana bir bor chiqaraman desam, ozgina haligi malol kelmaydimi sizga? Keling xonimlardan bir tabrik so'zi eshitsak, yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin deymiz. Jabbor ukamlar yo'qlama. Dilbarjon keling, hammalarining nomidan sizdan duo olamiz. Agar Barno opam bo'lsalar yana ham chiroyli bo'lardi, yaxshi davramizni to'ldirib raqslari bilan fayz qo'shgan bo'lardilar. Keling azizam.
hali bu to'y boshida opamni chaqiruvdim ki og'iz duolarni oldik. Endi sizlardan bir chiroyli duo olamiz. Bir tog'a 7 ota o'rnini bosgan ekanda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Shu Fotima kelinni, Abba bolamni xonadonlar, Ramziy xonadonlariga. Shu 2 yosh qo'sha qarisinlar. Yana umrlari uzoq bo'lsin. Bu yil nasib bo'lsa shu vaqtlarga kelinchakni chaqaloq beshik to'ylariga hammamiz yana jam bo'lish nasib qilsin iloyim hammamizga. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar, aziz xudojonlar, xudolayam o'zimiz. Xush kelibsizlar. Mana Fatma kelinimni dasturxoniga. 2 yoshimiz baxtli bo'lsin, Shahzodjonim bilan Visolavoy. Umrlari uzoq bo'lsin. Visolavoyda dadasini Xudo rahmat qilsin, amakisini. Shahzodjonimni bobosi, onasini Xudo rahmat qilsin. Arvohlari shularga yor bo'lsin. Iloyim umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar bacham. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hammalaringizga, xush kelibsizlar. Men dunyoga eng qimmatli bo'lgan sog'lik tilayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Faqat biza yaxshi kunlarga ishtirok etaylik. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu davraga yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar, xush kelibsizlar. Mani jigarlarimni mana bugungi chiroyli kuniga mani ikkala jiyanim, Sherzodjonim, Avazbegimni bugun farzandlarini talbon kechasi ekan, men bu 2 yoshga eng baxtli insonlar baxtini, eng uzoq umr ko'rgan qariyalarning umrini tilayman. Bularni porlab turgan yulduzlari hech qachon bevaqt uzilmasligini tilakdoshiman. Hammaginalar xush kelibsizlar. Akajonimni, yangamlomni, jigarim Avazbegni ota-onalarimizni Alloh minglarcha rahmatiga olgan bo'lsin. Qolgan umrlarini mana shunday farzandlariga baxshida etgan bo'lsin. Yana bir bor hammalaringiz xush kelibsizlar. Fatma kelin, kelinjon, sizga mingdan ming rahmat. Mana shunday bizani jigarimizni yo'qligini bildirmasdan, mana shunday farzandlarni, chiroyli farzandlarni tarbiyalab, yaxshi insonlar qilib yetishtirib, uylariga beryapsiz. Sizga mingdan ming rahmat aytaman. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganlaringiz har doim yaxshi kun bo'lsin. Hech qachon yomon kunni ko'rmanglar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelinjon, sizga ham rahmat. Kelinlar, sizga ham qulluq bo'lsin yana bir bor. Mana shularni har doim Sherzodjonim bilan baxtli bo'ling. Har doim yaxshi kunlariga o'ynab kulib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Apajonim sog' bo'lib ketsinlar. Rahmat hokimiyat, gap bo'lmaydi endi. Bunaqa hokimiyat birdan-bir bo'lib qoldi. Iloyim umri uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarga bosh-qosh bo'lib yuringlar. Davrani esa Javod bobo silolasiga beramiz. Marhabo.
ul quyoshdir, gul ildiziga hayot yorug'ligini in'om aylagan. Ul guldir, quyoshining har tola nuriga jonini jom aylagan. Ul muhabbat